Allo, assalomu alaykum. Alaykum salom. O'g'loy opamizni mumkinmi? Men o'g'lim. Shukrona kuningizda tilaklar bisyor. Sizga tilaklarim Alloh madadkor. Unutilmas kuningiz ajoyib o'tsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Mana shunday ajoyib bo'lgan tilaklarni yuborgan ayajoningiz mavjuda hojonamizga, ukangiz Abduqodirga, keliningiz Muqaddas opamizga, yaqinlarga nima deymiz? Borlariga shukr, Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat. Borlariga shukr, hammalarini yaxshi ko'raman. Ayajonimni borlariga shukr. Alloh xayr uzun umr bersin. Ayajonimga inshaalloh. Kaçanımda ham bittagina kaçanımda ham Allohdan rozi. Bismillah. Ko'zdagi yoshlar sog'inch baribir bu his-tuyg'u, lekin bugun ular sizni ko'zingizdagi yoshni ko'rishlarini, eshishlarini xohlamagan bo'lardim. Baxt ostonasida egilar boshim. Qizim davrida davron so'raman, quvonchlardan to'lib ko'z yoshim. Qizim seni yaxshi ko'raman debdilar onajoningiz. Ularga qarata men ham sizlarni yaxshi ko'raman, boringizga shukr deymizmi? Jonim, men ham sizni yaxshi ko'raman. Salom borligim jonim. Sizni rosa yaxshi ko'raman. Siz hozir kunda Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz, to'g'rimi? Ha. Qaysi shahrida? San Antonio. Nimaga yig'layapsiz? Jigarlarim meni o'ylab. Xursand bo'ldim. Yig'lamang, quvonch ko'z yoshlari, to'g'ri tushunamiz. Rahmat.